Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Migrant Akademiyasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda Anvar akani zapretni ochganimiz haqida video qilamiz. Bugun sizlarga ajoyib yangilik bo'ladi deb o'ylayman. Haterlar uchun bu noxush xabar albatta. Bizning ashaddiy muxlislarimizga bu ajoyib yangilik bo'ladi deb umid qilaman. Like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar aziz yurtdoshlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Avvalambor rahmat sizga videoga tushishga rozi bo'lganingizga. 2024-yil Aha. To'g'ri, Abrobek ukamni yo'lini ochib bergandilar. O'zingiz ham ishtirok etdingiz. Unda o'zim ham ishtirok etgandim. Ukam bir yil oshiqroq ishlab keldi, borib keldi. Borib dokumentlar Dokumentlar, patentlarni qilib. Borib bizga video tashlayman adashmasam. Ha, borganda yo'q, video tashlagan. Sizdan ham videolar kutib qolamiz. Xudo xolasa. Tashlab berasiz. Xudo xolasa. Qancha vaqtda yo'lingizni ochdik? Xudo xolasa bir 3 oy ketdimi? Yo'q, 3 oy vaqti bo'lmadi. 2 oy 13 kun. Yo'q, 2 oy ketdim. Men 3 oy 4 oy bo'lib ketdi o'ylabman. 2 oydan 13 kun. Chunki men har kun hisob-kitob qilib edik, nima olish bilmas. Ko'pchiligiga shu aytamiz, 2 oy 4 oy vaqtda ochamiz. O'shanda menga ham aytgandilar, 2 oy 4 oy degandilar, 2 oy 13. Bundan ham oshib ketganlari ham bo'lyapti, lekin 6 oy 7 oy bo'lib ketganlari ham bo'lyapti. Endi u holatga qarab. Adashmasam o'zingiz ham ochishga harakat qilib ko'rdingiz-a? Orada kimlar? Men o'sha Rossiyada tanish bilishlar orqali nima qildik? Lekin eplasha olmadi ular. Bu akamizni zapret bo'lishiga sabab shu Rossiyada shtrafini to'lamaganligi sababli qo'ygan edi, lekin bu akamiz to'lagan ekan ham baribir yo'lini ochishmagan ekan. To'langan shtrafni bazaga qanday deb tushunmagan, nomer sifrlarda adashmovchilik bo'lgan. Yo bank orqali boshqalar. Boshqatdan nomiga tiklab bu akamiz yo'lini hozir ochdik. Agarda bizga murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Xizmatimiz ishonchli ekanmi aka? Xizmatlaring ishonchli. Agar ko'ngilingizda bo'lsa, chopsa bemalol Ibrohimjonga murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Yolg'on yo'q bu yerda. Xohlasa halol ishlashadi. Ko'pchilik hozir lekin yolg'on deb ma'lumotlar tarqatishyapti shunga. Chunki ukam borib ishlab keldi o'zim, radnoy. Siz ham xudo xolasa borib bemalol ishlab kelaverasiz. Yo'lingiz ochildi. Aeroportdan xudo xolasa sizga video zvon video qilasiz, hali gap isboti bilan bo'ladi. Xudo xolasa. Borib men keldim deysiz, uni ham xudo xolasa qo'yib joylaymiz. Xudo xolasa. Aka rahmat sizga videoga. Katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Mayli, tinch bo'ling. Ishlang, omad.